Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yaratgan Rabbimiz Allah Haq Subhanahu ve Taalaga bitmas tuganmas hamdu sanolar bo'lsin. Hamda mahbub payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemga salovat ve salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga din ilmini o'rgatgan va bularni bizlargacha yetib kelishligiga xizmat qilib o'tgan sahoba-i ikromlar, ustoz pirlarimizdan Alloh taolo rozi bo'lgan bo'lsin. Mana bugun juma 14-noyabr. Jumadil avval oyini esa 23-kunlarida Allohning baytiga yig'ildik. O'zini ibodatini qilishlik uchun Alloh taolo ibodatlarimizni o'z dargohida husni qabul qilgan bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugun eng dolzarb kerakli bo'lgan mavzularimizdan bittasi insonlarning muomala madaniyatida zaruri g'iybatdan saqlanaylik degan mavzu. Juda ham kerakli narsa. Shu odamlarning ichiga, jamiyatga aralashib yashaganimizdan keyin qo'shnimiz bilan gaplashamiz, akamiz bilan gaplashamiz, mahalladoshimiz bilan, hamqishlog'imiz bilan, hamshaharimiz bilan gaplashib turamiz. Odamlar bilan aralashib yashaymizda aralashmaslikda ilojisi yo'q. Muomalaga kirishamiz. Dinimiz ana shu muomalalarda rostgo'y bo'lishlikka, haq gapni gapirishlikka, yana va'damizga vafodor bo'lishligimizga buyuradi. Yana omonatga xiyonat qilmasligimizga Alloh taolo buyuradi. Yana shuni qatorida odamlarning obro'siga putur yetkazdirib qo'yadigan ishlardan, ya'ni boshqalarning obro'sini to'kishlikdan ham bizni dinimiz qaytaradi. O'sha odamlarning obro'sini to'kishlikni bitta ko'rinishi shu g'iybat. G'iybat degani o'zi mana g'oyib deb qo'yamiz. O'zbekchada ham bor. G'oyib degani yo'q degani. O'zi aslida arab tilidan bizga o'zlashib kirib kelgan so'zda. Oddiyroq qilib gapiradigan bo'lsak, yo'q odamni, bu yerda yo'q odamni gapirishlik. O'shani gapirdikmi? Uni gapirganimizdan keyin o'sha gapni u eshitishligi bilan diliga xafalik kirib qolayotgan bo'lsa, shu g'iybat bo'laveradi. Diliga xursandchilik kirsa, u g'iybat olmaydi endi, masalan. Maqtabsiz ekanda, uni eshitib xursand bo'ldi, sizni yo'g'ingizda falonchi bunaqa dedi, sizni bunaqa dedi desa, u xursandchilik ekan. Bu haqda birinchi navbatda Qur'oni Karimga quloq solaylik. Qur'oni Karimda Alloh taolo mana Hujurat surasida shu oyatni nozil qilgan. Astag'idu billah. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innalloha tawwabur rahim. Sadaqallohul azim. Mana Alloh taolo o'sha eski chiroyli xitobi bilan gap boshlaydi. Ey iymon keltirganlar deydi. O iymoni borlar, o mo'minlar, musulmonlar, nima qilinglar? Ijtanibu kaseeran minadh-dhanni. Ko'p gumonlardan chetda bo'linglar dedi. Birinchi shu oyatdagi hukm gumondan uzoq bo'lishligimiz. Gumonni ustiga asos, shu gumonda asos qilib bir ish qilib qo'ymasligimizga buyuradi Alloh taolo. Demak, qalbimizga bir narsa gumon bo'lib kelsa, o'shandan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki Alloh taolo aytdi, inna ba'dadh-dhanni ismun. Chunki ba'zi gumonlar gunohda deyapti Xudoy taolo. Ba'zi gumonlar gunoh. O'zgalarning aybini qidirib, va la tajassasu, josuslik qilmanglar dedi. Bir-biringizni yana va la yaghtab ba'dukum ba'da, bir-birlaringni endi g'iybat ham qilmanglar. Alloh taolo. Josuslik, yomon gumon, bir-birini g'iybat qilishlik, Alloh taolo 3 ta fe'lni gapirib o'tdi.
Shu yerda g'iybatni gapirganda Alloh taolo ta'rifini ham endi aytdiki, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan. Xudo aytdiki, sizlardan bir kishi o'lgan birodarini go'shtini yeyishni xohlaydimi? Shu g'iybatni Alloh taolo nimaga o'xshatdi? O'xshatgan narsasi yonimizda o'zimizga o'xshagan bitta musulmon odam o'lib qolsa, shuni go'shtini qirqib yeymizmi? Yo'q, hech kim. Fakarihtumūh dedi Xudo shu yerda. Ana karih ko'rdilaring-ku, juda xunuk-ku bu. Yomon ish-ku bu. Xohlamaysizlar-ku buni. Xuddi shunaqada dedi Alloh taolo. Shuni yeyishni xohlaysizlarmi? Yo'q, xohlamaydilar. Uni yomon ko'rasizlar-ku axir. Oyatda Alloh davom etib, qarang, vattaqulloh dedi. Allohga taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh tavbalarni qabul qilguvchi rahimli zotdir. Ya'ni innalloha tawwabur rahim. Endi tavba qilinglar, mabodo shunaqa gunoh qilib qo'ygan bo'lsalaring, g'iybat qilib qo'ygan bo'lsalaring, shunaqa ish qilib qo'ygan, endi tavbaga o'tinglar axir. Allohning hukmi ilohiysi shunaqa bo'ldi. Hujurat surasidagi oyat bu. 12-oyat ekan. Mana yuqorida aytganimizdek, g'iybat demak majlisda yo'q kishini yomon ko'radigan ayib sifatlar bilan zikr qilish, eslashlik degan ekanlar. Agar aytilgan ayib sifatlar o'sha odamda topilsa g'iybat, bu ayib sifatlar topilmasa bo'xton bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalom atadruna mal g'ibatu dedilar. G'iybat nimaligini bilasizlarmi dedilar. Qalu Allohu va rasuluhu a'lamu dedi. Sahobalar aytdiki, yo Rasululloh, Alloh va uni rasuli bilguvchiroqdir. Sahobalar bilan payg'ambar alayhisolatu vassalomning o'rtalaridagi muomalatni qarang. Odobni qarang. Ustoz shogird an'anasini o'rganadigan hozirgilarimiz ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'rayaptilar. G'iybat nimaligini bilasizlarmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldlarida yurgan sahobalar ichidan shunchasi hammasi bilmay turishi mumkin emas-ku. Yo bilsa ham chalaroq bo'lsa ham bilishi mumkin. Ba'zi bir xil holatlarini bilishi mumkin yoki to'liq bilishi mumkin. Ular nima dedi? Birontasi aytmadiki, biz bilamiz g'iybat mana Rasululloh demadi. Allohu va rasuluhu dedi. Alloh va uni rasuli biladi yo Rasululloh. Siz bilasizda, siz o'rgatingda bizni. Biz gumroh bo'lsak, bizda ilmimiz yo'q bo'lsa yo Rasululloh, siz bizga ustoz bo'lsangiz deb odobini saqlab turdi. Hozir unda qamasa aytib qolsa, shogirdidan ustozi so'rasa, ya domla siz bilmayapsiz, bundaqa deb shogirdlari ham aytyapti hozir. Ustoz shogird an'anasi ustozni hurmatida odob jihatidan bilsak ham, yo ustoz o'zlari biladilar, bizga o'rgatsinlar shuni deb turishlik odob ekan ustozga nisbatan. Haligini o'rgatib qo'ygan bu ustoz aytsalar, rahmat ustoz, tashakkur deb avval bilgan bo'lsak ham shuni odob jihatdan shuni bilmaslik juda yorqin bo'ldi-da, erkin bo'ldi-da, hozir fikrimizga tiniq bo'lib joylashdi-da, Alloh rozi bo'lsin ustoz deb qo'yishimiz kerak ekan. Agar u masalani 1000 marta eshitgan bo'lsak, 1001-marta eshitganimizda yana birinchi marta eshitgan odamday ixlos bilan eshitib qo'yishimiz kerak ekan. Ustozdan ba'zi bir odamga ma'ruza aytsangiz ham, yo masala aytsangiz ham oldin ham eshitganmiz deyapti-da. Muxlis kim desa, muxlis shunaqa odamki, bir masalani 1000 marta eshitgan bo'lsa, 1001-marta eshitayotganda ham birinchi marta eshitayotgandek eshitar ekan, diqqat e'tiborli. Ba'zi bir odam boshqa joyda eshitib qo'ygan bo'lsa, yonidagilarga eshitganligini bildirmoqchi bo'lib, gapirayotgandan oldinroq gapirib turadi, bunaqa deydi deb turadi. Bu beodoblik ekan akalar. Odobimizni saqlab o'tirishimiz kerak ekan. Ustoz shogird an'anasini mana janobi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam va u kishini ashablari, sahobiylardan o'rganaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radilar, g'iybat nima bilasizlarmi dedilar. Alloh va uni rasuli biladi-da, yo Rasululloh siz bilasizlar deb turdi hammalari. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Zikruka ahaka bima yakrahu." Birodaringizni xush ko'rmaydigan narsalarni aytishingiz shu g'iybat dedilar.
Shunda qila afaroyta inkana fi akhi ma aqul. U aytgan og'aynimiz, o'sha birodarimizda biz aytgan narsalar haqiqatan inkana bo'lsa-chi, o'shanda bo'lsa-chi ya Rasululloh, haqiqatan biz aytdik uni masalan. Unda shu ishlar bo'lsa-chi, qala inkana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Ya'ni agar sizlar uni aytganlaringda qangi o'shanda bu fe'llar bo'lsa, haqiqatan g'iybat qilgan bo'lasizlar dedilar. Agar sizlar aytgan narsa va illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu, agar unda aytgan narsalaring unda topilmasa u bo'xton bo'ladi degan ekanlar. Buni oddiyroq qilib aytgan bo'lsak, hali sahobalar Payg'ambar alayhisalom bir odamni yo'g'ida gapirsalaring g'iybat bo'ladi dedi. Hali sahobalar, ha biz gapirgan gap o'sha fe'l haqiqatan bo'lsa-chi u odamda deganda payg'ambar bo'lsa g'iybat bo'ladi-da, yo'g'ini gapirsalaring bo'xton bo'ladi deganlari. Biz yo'g'ini ham gapiryapmiz, borini ham gapiryapmiz ba'zi bir qilimiz. U mana oyat karima Payg'ambar alayhisolatu vassalomning hadislari bilan gunoh kabiralar qatoriga kirib qolyapti. Faqih ulamolar ittifoqi bilan g'iybatni haromligiga ittifoq qilgan ekanlar. Ulamolar hammasi ittifoq bo'lgan ekan. Uni katta gunoh sarasiga qo'shgan ekanlar. G'iybat qilgan shaxs nima qilishi zarur unga desa, albatta tavba qilishi zarur. Tavba qildim, Robbim tavba qildim, kechirgin, endi g'iybat qilmayman ham deyish kerak. Endi banda bilan bandani o'rtasida bo'lgan muomalat bo'lganligi uchun o'sha odamdan ham borib kechirim so'rash kerak. Sizni yo'g'ingizda falonchilar bilan falonchi pistonchi gaplashib o'tirganimizda men ham daqa dedim, sizni endi meni kechiring, kechirmasangiz ahvolim chatoq bo'lyapti birodar deb undan kechirim so'rashimiz kerak. U keyin ha mayli kechirdim desa, "Kep Robbim undan ham kechirim so'rab keldim. Endi o'zing kechirgin Parvardigor, sen kechmasang ilojisi yo'q" deb tavba qilishimiz kerak. Iloji bo'lsa 2 rakat namoz o'qishimiz kerak. Har safar tavba qilib, har safar kechirim so'rab 2 rakat namoz o'qirsangiz, birovni g'iybat qilgingiz kelmay qoladi o'zi. Hozir gapirsam, yana borib tavba qilishim kerakmi? Yana 2 rakat namoz o'qish kerakmi? Yana to'rat qilish kerakmi? Yana falonchini oldida borib sarg'ayib undan kechirim ham so'rash kerakmi? Qo'y undan jin itilimni tishlab o'tiray, o'zimni saqlay deb qolar ekanda, biz o'sha tavba qilmaymiz, kechirim so'ramaymiz, yana qilaveramizda. Ana shuning uchun muhtaram azizlar, bugun astoydil bo'laylik, tavba qilishlikka. Bu oyatni oxirida yoki bo'lmasam Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadislarida tavbaga astoydil buyurilyapti g'iybat qilgan odam. Shuning uchun bir marta tavbaga astoydil bo'laylik. Endi g'iybat qilmayman deb o'sha odamning oldida sarg'aysak, yana borib sarg'ayamanmi, u kuni zo'rg'a kechirim so'rab keldim. Yana borsam, ha kechirim so'radingiz, o'shandan keyin ham aqlingizni yig'mabsiz-da, yana g'iybat qilib meni gapirdingizmi desa, nima deyman unga deb odam uyaladida keyin. Ana shuning uchun kechirim so'rab tavbaga astoydil bo'lishimiz kerak bugun. Tavba nima desa, bandani eng yaxshi tarbiya qiladigan narsa. Tavba Alloh taoloning bandaga bergan eng katta mukofoti. Chunki bu tog' gunohni bilasizmi? Tavba qilib Alloh taolo kechirib yubormasa, hech ishimiz chatoq bo'ladi-da. Ishimiz rasvo bo'ladi. Alloh taolo tavba degan bir ulug' ne'matni bergan, gunohlarimizni tog' bo'lsa ham kechirib jannatiga kirishlikni va'da qilib turibdi. U tavbadan demak biz astoydil unumli foydalanishimiz kerak. Shu yuqoridagi mana oyat, hadislarni aytdik. G'iybat haqida azizlar. Mo'minlar shu hukmlarini olishimiz kerak. Shu oyatdan, hadisdan hukm olib olishimiz kerak. Birinchisi, mo'minlar haqidagi yomon gumonlardan chetlanishimiz kerak. Oyatdan bilinyapti. Ular haqida yaxshi gumon qilsa bo'laveradi. Lekin toki masalani o'rganib, haqiqatini anglamaguncha mo'minlar haqida yomon gumon qilmasligimiz kerak. Bir kishi aytdi misol uchun, falonchi bundaqa ekan dedi. Desa uni tekshirib ko'rmasdan, bilmasdan, aniqlik kiritmasdan, shunaqa ekan deb o'shani orqasidan ergashib ketaverayotgan odamni nima deymiz endi biz?
Buni orqasidan kerak bo'lsa, ancha haligi gap borku, xalqimizda bitta bolani gapi bilan 7 ta shahar buzilibdi degan gap bor. Gapni shunchalik ta'siri yomonligini falonchi bundaqa ekan desa, unaqa emasdir, biz u odamni yaxshi bilamiz deb avval yaxshi gumon qilishimiz kerak. So'raylikchi, bilaylikchi, haqiqatda bizga zarurat bo'ladigan bo'lsa. Zarurat bo'lmayotgan bo'lsa, qo'y bunaqa gapingni. O'zingni ishingni qil, namozingni o'qi, ovqatingni ye, qorning to'yadi. Qo'y bunaqa gapdan. Agar zarurat ish bo'ladigan bo'lsa, bir so'raylikchi, o'zlaridan ham nima deydilar, bir aniqlik kiritaylikchi. Bu balkim g'iybatdir, balkim bo'xtondir, balkim shunaqangi odamni obro'sini to'kishlik uchun shunaqangi gapni chiqarib aytgandir. Falonchini gapi bilan pistonchiga shunaqa gapni aytib qo'ysam, o'rtalari buzilib qolsa, Allohning oldida nima deyman men? Bu narsalar yo'q. Eshitdilaringmi deb yangilikni tarqatkish kelib turadi. Falon bundaqa ekan, pistondaqa ekan deb turib, boshqa odamlarning ham fikrini buzib, haligi odam bilan teskari qilib qo'yadi. Ya'ni u qilgan ishidan o'zini xabari yo'q bundan. Odamlarning aybini qidirib, josuslik qilib yurmaslik kerak. Vala tajassasu dedi oyatda Alloh taolo. Birorta insonni aybini qidirmang. Mo'minlarning aybini qidirib, tirnoq ostidan kir qidirib yuradiganlarni o'zlarini Alloh taolo tez kunda sharmanda qiladi. Kim sharmanda bo'lmoqchi bo'lsa, boshqalarning aybini qidirsin. Chunki kim musulmonlarning aybini qidirsa, Alloh taolo uni aybini ko'rsatib qo'yadi. Hatto u banda gunohni uyini ichida qilsa ham baribir Alloh taolo oshkor qilaveradi. Ya ma'shara man qad aslama bi lisanihi, shu hadis keladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam tili bilan iymon keltirib, iymon qalbiga yetib bormaganlar tilini o'zida iymon keltirib la ilaha illalloh deyotganda, qalbida iymon kelmabdi. Shunaqalar musulmonlarga aziyat bermanglar, ularni ayblamanglar, xatolarini izlab yurmanglar. Chunki kim musulmon birodarini aybini axtarsa, Alloh uni aybini axtarib qoladi. Alloh axtarsa, bilasizmi, topmay qo'ymaydi. Hamma yo'g'ingizni bilib turibdi-yu, Robbil Izzat. Ya'ni aybini albatta oshkor qiladi degan shu. Alloh kimni aybini axtarsa, uni sharmanda qiladi. Sharmanda qilganda hamchi uydan chiqmay, odamlarga ko'rinmay yashayotgan odam bo'lsa ham sharmanda qilaveradi Alloh. Uni ko'chada emas, uyining ichida yashirib qilayotgan gunohi ekan. O'shangacha oshkor qilib qo'yadi. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadis. Shuning uchun ayblarim o'zim bilan yopiqligicha tursin, gunohlarim kechirilsin degan odam boshqalarning aybini unutsin. Eng musulmon uchun zarur. Yana musulmonlar bir-birlarini g'iybat qilmasin. Mana shu oyatda vala yag'tab ba'dukum ba'da kelyapti-yu. Hatto go'shtini yeyish bilan barobarligi aytilib o'tilindi. O'lgan holatdagi go'shtini yeyish, yana birodarni. Bu inson tabiati hech qabul qilmaydigan juda ham jirkan ishda. Shunaqangi odam jirkanaydigan darajadagi ish. Chunki o'lgan hayvonning go'shtini ham yemayapti-da odam. Insonku, inson butkul mukarramlik jihatdan buni Alloh taolo mumkin emas deb qo'ygan. Endi shuni ham harom bo'lganini go'shtini yeyish deyaptilar. Agar mo'minlar mayyit birodarini go'shtini yeyishni xush ko'rmasalar, yaxshi ko'rmasalar, bu ularga harom qilingan. Uni tirikligida ham g'iybat qilmasinlar. Chunki mo'minlarni g'iybat qilish ham nima qilingan? Harom qilingan. Mana yana oyatda tavba qilsinlar deyapti. Haqiqiy tavba qiluvchi gunohi yo'q kishi kabi degan hadislar ham bor. Tavbaga astoydil bo'lsak, bu katta foyda ekan. Azizlar, islomda har qanaqa insonni g'iybat qilish katta gunoh hisoblanadi. Shuningdek, musulmonlarga tunu kun xolis xizmat qilib turgan fidoi insonlar bor. Rahbarlar bor, olimlar bor, ulamolar bor. Jamoat orasida obro'li insonlarni g'iybat qilish gunohi yana ham og'irroq ish bu. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda mashinaga o'xshagan xunuk ishlar, insonlarning xato kamchiliklarini qidirish,
hatto masxara qilish holatlari ham ko'paydi. Internetda rosa kuchaydi. Ba'zida ularni aytgan so'zlari, ba'zan esa yurish-turishlari g'iybat qilinyapti. Har qanday holatda ham ommani oldida bunday ishlar bilan mashg'ul bo'lish, ularni behurmat qilish, obro'sini tushirish dinimizda harom sanalgan ekan. Ishboshlarni g'iybat qilish insonni gunohkor bo'lishiga sabab bo'ladi. Aslida bunga hojat ham yo'q-u, sababi har bir hududda xalq qabulxonalari bor bugun. Sayyor qabullar, ishonch telefonlari degan narsalar turganda ularni g'iybat qilib nima qilamiz? O'sha yerlarga telefon qilaylik, aybi xatosi bo'lsa. Bank xodimi sizni aldayotgan bo'lsa, mana ishonch telefoni, bemalol qiling, biz bilan bog'laning deb bankni o'ziga yozib qo'yibdi, to'g'rimi? G'iybat qilib, boshqa qilib, uni ustidan tuhmat oqtarib, og'iratimizni kuydirib nima qilamiz? O'sha yerga telefon qilaylik. Yana bitta narsa, g'iybat bilan hech qanaqangi natijaga erishib ham bo'lmaydi. Natijaga erishaman degan odam aytadi, yuqori organiga xato qilayotgan bo'lsa, falonchi xodimingiz bunday qilyapti desa, bunga odil hukumatimiz juda ham hozirgi kunda yaxshi e'tibor qilib qo'ydi-yu, odamlarning manfaati uchun bu narsani. Abdulloh ibn Muborak rahmatulloh aytadilarki, kim olimlarni past sanasa, oxirati barbod bo'ladi. Olimni behurmat qilgan yo'q, nazarida past sanayapti. Hech narsa emas deyapti-da bu. Nazariga ilmay turadi, uni viqorini sezmaydi olimni. Bor shunaqa narsa, ko'p. Kim amirlarni past sanasa, rahbarlarni past sanasa, dunyosi rasvo bo'ladi. Kim birodarlarni past sanasa, muruvvati, ya'ni odamgarchiligi barbod bo'ladi, rasvo bo'ladi degan. Demak, bironta odamni o'zimizdan past sanab bo'lmaydi ekanda bundan chiqdi. Hamma yaxshi, men yomon, hamma bug'doy, men somon degan gapni to'g'ri aytgan ekanlarda. Hammani o'zimizdan yaxshi ko'rib yashashligimizni sufiyonlar ham aytganlar. Hamma mendan ustun desak, afzal desak, mendan yuqori bu odam desakkina keyin haqiqiy musulmon bo'lib tavozeda keyin turgan bo'lar ekanmiz. Buni men bilaman, falon. Buning hech narsa emas dedimi, buni o'zidan past sanayapti. Kibr qilyapti. Yo'q, bu odam yaxshi mendan. Yoshroq odam kelsa, o'zimizdan yoshroq odam kelsa. Buni hali ibodat qilishlikka imkoniyatlari ko'p. Men buni hurmat qilishim kerak. Menda bunaqangi imkoniyat yo'q. Xudo buni meni ko'proq yaxshi ko'rsa kerak. Mendan buni yaxshi ko'radi deb aligini hurmat qiling. Katta kelib qolsa, kattani bu mendan ko'p ibodat qilgan. Allohga mendan suyukliroq. Buning yoshiga men yetamanmi, yo'qmi hali? Alloh suygani uchun buni ulug' yoshga yetkazib qo'ygan. Shuning uchun mendan katta deb uni kattani ham o'zimizdan baland bilib turaversak. Mana bu holatda tavozeda turibdi deb aytiladi. Ahli sunna e'tiqodimizda musulmon katta gunohni qilishi bilan dindan chiqmaydi. Masalan, deylik, bir odam bilmay zino qilib qo'ydi. Xudo, men bilmay zino qilib qo'ydim, nafsimni gapiga kirdim, deyapti. Gunohkorligi aniq. Unga had urilishligi ham aniq. Ya'ni jazo berilishligi ham aniq. Yo aroq ichib qo'ydi, yo o'g'irlik qilib qo'ydi gunoh kabiralardan, yo g'iybat qilib qo'ydi. Shunaqa qilsa-yu, la ilaha illalloh, men xato qildim, nafsimni gapiga kirdim, Alloh deb turaversa, shu odam iymonida turib turaveradi, gunohkor iymon bilan bo'lib turaveradi. Gunohkor, lekin iymonida turibdi. Lekin diniy ulamolarni past sanab, ularga haqir ko'z bilan qarab, ularni haqoratlash yoki bo'lmasa mana shunaqa ishlar bilan dindan chiqishini xavfi bor ekan ama. Ana gunoh kabira qilishlik bilan dindan chiqishini xavfi yo'q. Gunohkor bo'lib turaveradi, dindan chiqmaydi. Ammo ulamoni past sanashlik bilan dindan chiqar ekan. Nimaga desa? Chunki ulamolar dinning nomidan gapiradi-da.
Ulamolar, olimlar, hozirgi kunda masjiddagi imom xatiblarimiz, ustozlar Qur'ondan ochib gapiryapti-da. Bu Qur'onni behurmat qilyapti. Ularga otilgan tosh bor-ku, kimga otilyapti bu? Dinga, payg'ambarga, Qur'onga qarab otilyapti-da bu tosh. Toshni kimga otyapman deb o'ylab ko'rishimiz kerak. Tohir Buxoriy rahmatullohi alayhi Xulosatul Fatawa kitobida kim bir olimni zohiriy sababsiz yomon ko'rsa, uning dindan chiqish xavfi bor degan ekanlar. Ali Qori Sharhul Fiqhul Akbarda shunaqa gap yozgan ekanlar. Demak, ulamolarni g'iybat qilish, boshqalarni g'iybat qilishdan ko'ra xavfliroq ekan azizlar. G'iybat qilish o'limtik go'shtini yeyishga o'xshatilgan bo'lsa, olimlarni g'iybat qilish zaharlangan go'sht yeyishga o'xshar ekan. Go'shtni yesangiz o'lib qolmaydi odamni, zaharlanganini yesa o'lib qoladi. Anig'i xuddi shunaqangi olimni g'iybat qilish zaharlangan go'sht yeyishga o'xshatiladi. Imom Ahmad rahmatullohi alayhi olimlarning go'shti zaharlangandir. Kim uni hidlasa kasal bo'ladi, kim undan yesa o'ladi degan ekanlar. Hidlasa ham kasal bo'lar ekan odam. Hidlaydiganlar ham bor, hech olmasa qo'shilib qo'ymasa ham o'sha yerda indamay turadi. Voy, nima dersan? Bu olim odamning ilmidaqa ilming seni bo'lmasa, bu gaping yolg'on bo'lsa, uni ustiga g'iybat qilayotgan bo'lsang, to'xta demasdan haligi g'iyibatiga indamay o'tiribdi, hidlab o'tiribdi-da bu shuni. Agar qo'shilib qo'ysa yeydi bundan. Hidlash bor ekan, hidlasa nima bo'ladi? Endi shu odam kasal bo'ladi shu odam. U zot yana aytadi, kim olimga til tekkizsa, o'zi o'lishidan oldin qalbi o'ladi olma degan ekanlar. Olim odamga, ahli ilmlarga nisbatan gapirayotganimizda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qalb avval o'lib qolishdan Alloh saqlasin. Hurmatli jamoat, odamlarning yuziga ta'na qiluvchi, yuzidan malomat qilib, g'iybat qiluvchilar ham jamiyatda kelishmovchilik ulug'larini sochiydigan, odamlarning o'rtasini tafriqa keltirib chiqaradigan, ittifoqlikni yo'qotadigan ishlardan Xudo taolo vaylul likulli humazatil lumazah dedi. Odamlarning ortidan g'iybat qiluvchi, oldida masxara qiluvchi har bir kimsaning holiga voy bo'lsin dedi Alloh taolo. Ba'zi bir xil insonni ustidan mazah qilib, masxara qilib shunaqa kuladi. Voy birodar, uni ustidan kulmang. Uni juz'iy kamchiligi, qiyshig'idir, ko'rdir, pesdir, mahovdir. Alloh shuni qilib yaratib qo'ydi. Kim shuni ustidan kulsa, Allohning ustidan kulyapti. Shundayligicha qabul qiling. Agar uni o'ziga qolsa, u ham chiroyli bo'lib, eng go'zal bo'lib yaralib olar edi. Uni o'zida emas. Mana u devorga birov surat chizib qo'ygan bo'lsa, surat tiqichiq joyi bo'lsa, mana tiqichiq ekan deb rosa kulsak, surat ustidan kulgan bo'lamizmi? Surat chizgan odam ustidan kulgan bo'lamiz, hammamiz bilib turibmiz. Uni ham Alloh taolo chizib, Alloh taolo shuni qilib yaratganda Allohning ustidan kulyapmiz ekanda biz. Shuning uchun bandani masxara qila olmaydi, bandani past sanalmaydi. Alloh taolo uni shunday holatda yaratgan. Mufassir Muqotil ibn Sulaymon humaza so'zini tafsir qilganda aytadiki, ya'ni ko'p ta'na qiluvchi, yo'q odamni izidan uni xulqini g'iybat qiluvchi odamni humaza deb tarjima qilgan ekanlar. Qatada rahmatullohi alayhim ana shu oyatda tafsirida odamlarni tili va ko'zi bilan ishora qilib ayblash, odamlarni go'shtini yeyish, ta'na qilish deb tafsir qilgan ekanlar. Hech gapirmayapti, boshqa qilmayapti-yu, de ko'zi bilan ishora qiladi, emlaydi, qo'li bilan ko'rsatadi, yo bo'lmasam lovni burib, uning ahvolini qaradi. Yo'q, siz bilan menga o'xshagan banda u bitta. Alloh yaratgan maxluq u. Alloh taolo yaratgan valaqat karramna bani adama deb qo'ygan inson u. Biz hech qanaqangi uni imlashga ham, ustidan kulishga ham haqimiz yo'q azizlar. G'iybat endi bu faqat gunoh emas, balki jamiyatni parokandalikka yuz tutishiga sabab bo'ladigan illat. Odamlarning o'rtasini ajratib yuboradi. Jamiyatda g'iybat ko'paysa, o'sha yerda ishonch, birdamlik,
muhabbatlar so'nadi, odamlar o'rtasidan muhabbat ko'tariladi. İnsanlar bir-birini orqasidan gapirsa, qalblar orasida shubha, nafrat urug'i ekilaveradi. Eng yaxshisi ulug'larimiz aytgandek, so'ralmagan gapni gapirishlikdan o'zimizni tiyib o'rganaylik hech bo'lmasa. So'ralgan gapga javob bersak yaxshi. Bu narsani to'g'ri tushunaylik. Oiladagi muhit boshqa narsa, lekin haqiqiy ilmni, haqiqiy odobni payg'ambar alayhisolatu vasallamdan, sunnatdan olib o'rganaylik. Shundan olib o'rgansak qanaqa bo'ladi? Oilalarda ham bor, ba'zi bir oilalarda yaxshi odoblar bilan yaxshi inson bo'lib qoladi. Ba'zi bir oilalarda odob berishlikka o'zi otani o'zi loyiq emas-da. O'zi yaramagandan keyin undan chiqqan narsa nima bo'ladi? Bir marta chaqimchilik qilib kelgan bolasini hech narsa demasa, u chaqimchi bo'lib katta bo'lib qolyapti o'sha bola. Yoki bo'lsam bir marta yolg'on gapirsa, indamayotgan bo'lsak, o'sha bola yolg'onchi bo'lib katta bo'lib qolyapti. U o'ylaydi, shu otasini qarichi bilan o'lchaydi. Yolg'onchilik bo'laverayotgan ish ekan deb fahmlaydi. Falonchini gapini pistonchiga aytsam, pistonchini qilgan ishini pistonchiga aytsam, bo'laverayotgan ish ekan deb o'ylab katta bo'ladi u. Buni so'ralmagan narsani aytmasligimiz kerak. U Alloh rahmat qilsin, otalarimiz, ustozlarimiz oldida jim o'tirilardi. Birortamiz agar noto'g'ri yo ko'proq gapirib qo'ysak, bo'ldimi? Gapingizni gapirib bo'ldingizmi? Ovqatingizni yeng. Juda ham ko'p gapirdingiz. Erkak odam ko'p gapirmaydi deb qo'yardi, yetardi o'sha gap. Hozir ba'zi bir o'rinda hamma ham deyolmaymiz, meni kechirasizlar-ku, erkaklar xotinlardan battar g'iybatchi bo'lib ketdi. Uyalmayapti ba'zi bir o'rinda. Xotinlar ham o'sha gapni aytib bir-biriga shunaqa ma'lumotni yetkazdirgani, ayol bo'lsa ham uyaladi ba'zi bir ayollar. Ba'zi bir erkaklar erkak o'shani gap deb ko'tarib kelyapti bir-biriga. Yo, erkak odam erkakligida turish kerak aslida. Boshqa bir diniy atamani va hadisda oyatni qo'ying. O'zimizni milliyligimizdan ham erkak odam bosiq, viqorli, og'ir, vazmin, har xil narsaga uchib ketaverayotgan yo har xil gaplarga ishonib ketaverayotgan bo'lmasdan bo'lishligi kerak degan narsani erkak otalarimiz aytganmi? Qur'onda "Vala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Inson o'zing aniq bilmagan narsaga ergashmagin, chunki quloq-ham, ko'z-ham, diling-ham har bir to'g'risida har bir inson javobgar ekanligini unutmagin deydi Alloh taolo. O'zimiz aniq bilmagan narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biz ummatlarni g'iybatni yomonligidan ogohlantirdilar. Mirojga chiqqanlarida u zotga g'iybatchilarning holati payg'ambar alayhisolatu vasallamga ko'rsatilgan ekan. Qarang, hadisda keladi. Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin. Men osmonga olib chiqilganimda bir qavmni yonidan o'tdim dedilar payg'ambar alayhisalom. Yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Ularda misdan tirnoqlari bor edi. Yuzlarini, ko'kraklarini tirnab turgan edilar. Faqultu, aytdimki, man haula ya Jibril, bular kimlar ya Jibroil deb Jabroil do'stimdan so'radim. Qala haula illazina ya'kuluna luhuman nasi va yaqa'una fi a'radihim. Jabroil alayhisalom aytdilarki, bular odamlarning go'shtini yeydigan, ya'ni g'iybat qiladigan va ularning obro'larini to'kiydigan insonlardir dedi. Qiyomat kunida g'iybatchining ahvolini qarang. Misdan tirnog'i bo'lar ekan. Yuzini tirnab go'shtini chiqarar ekan, ko'kragini tirnab go'shtini chiqarar ekan, yana bitar ekan, yana shunaqa qilaverar ekan, yuzini tirnab. Bu kim? Odamlarning obro'sini to'kib g'iybat qilib yuradigan odamida dunyoda. Qiyomatdagi holati shu bo'lar ekan. Shu kerakmi bizga?
G'iybat o'zgalarni dini, xulqi, badani, moli, farzandi, ota-onasi, nasabi, xotini yoki eri bo'lsin, shularni gapirishlik ham g'iybat bo'laveradi. Badanini gapiradimi, kiyimini gapiradimi, mashinasini gapiradimi? Farqi yo'q uni. Dinini gapiradimi, ilmini gapiradimi? Mana o'sha g'iybat bo'lmaydi deyapmiz. Tirik qo'ying, o'lganni ham g'iybat qilyapmiz. Strahobga qilib oladi, o'ziga qo'rg'on qilib, yer borib xabar qilmasin, falonchi bundaqa dedi. Yer borib xabar qiladi, aniq xabar qiladi. Bu sen o'zingni ovora olganing bilan ovora bo'lmagin, o'lgan odamni Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlar. Uzkuru mahasina mautakum va kuffu an masawihim. O'tganlaringizni yaxshi tomonini gapiringlar, yomon tomonini gapirishdan tiyilinglar endi deganlar. U tirik qolib o'likda ham g'iybat qilyapmiz ba'zi bir o'rin kelgan. Yo'q, bu azizlar bizni dinimizga xos ish emas ekan. Shunaqa gapirgan odamni o'tirganda, ayniqsa qishloq joylarida. Boshqa gaping yo'qmi? Musulmonmisan, o'g'il bolamisan deb ham qo'yaveraylik. Boshqa gapdan gapir, bironta oyat hadisdan gapir. Hech bo'lmasa dehqonchilikdan gapir. Unaqa gaplar bo'lmaydigan bo'lsa, bu yerda o'tirishdan foyda yo'q, og'ayni deb qo'yaveraylik. Hozirgi zamonda g'iybatning yangi maydonlari paydo bo'ldi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda kontent ostidagi izohlar, yopiq guruhlarda yoki shaxsiy xabarlarda boshqalarning hayotini muhokama qilishni odamlar odatga aylantirib oldi. Kimnidir rasmi, kimnidir oilaviy holati, kiyimi yoki xato fikri, hazil yoki fikr bildirish bahonasida muhokama qilinyapti o'shani. Lekin shunday qilib ko'p hollarda g'iybat va xato bo'xton sodir bo'lib ketyapti o'sha yerda. Ijtimoiy tarmoqda yozilgan har bir so'z qalam bilan yozilganda qangi mas'uliyatni talab qiladi. Internetda yozdimu, internetda ko'rdimu, g'iybat bo'lmaydi deb aytolmaymiz. Internetda yozsangiz ham g'iybat qilgan bo'lasiz. Internetda ko'rgan bo'lsangiz ham agar fahsh bo'lsa gunohkor deb yozilinasiz. Ko'chada gapirsa g'iybat bo'ladi, internetda gapirsa g'iybat bo'lmaydi degan gap yo'q ekan-da endi bunda. Endi bitta narsa, har bir kasallikni muolajasi bor. G'iybat kasallik ekan, og'ir gunoh ekan, gunoh kabira ekan, nima qilsak qutulamizsa, avval uni sababini o'rganishimiz kerak. Doktorga borsangiz, hozir doktor aytayapti-da. Siz shamollashligingizga sabab mana sabablar bo'lgan. Shu sabablarni ketkizdirib mana dorilarni qilsak, tuzalasiz desa aytganini qilyapmiz-ku. G'iybatning ham sabablarini bilaylik. Birinchi, iymonning zaifligi, iymonimizni mustahkamlashlik uchun zikr qilaylik ko'proq. Subhanalloh, alhamdulillah aytaylik buni. Allohdan so'raylik, iymonimni mustahkam qilib bergin Robbim. So'raylik Allohdan. Yomonlik va gunoh ahli bilan do'st bo'lishlik ham insonni g'iybat degan baloga yo'liqtirar ekan. Shunaqangi g'iybatchi do'stingiz bormi, uzoqroq turavering. Yomonliklarni qovlaydigan, birovlarning aybini oqtarib yuradigan g'iybatchi, shunaqangi chaqimchi, boshqalarni bu odam, bunaqa odamlar, og'aynim, yaxshilik gap chiqmayapti, ilm, bir hikmat, bir narsa chiqib manfaat olmayapman, men uzoqroq turishim kerak deb aqlingizni ishlatib uzoqroq bo'ling. Yana bitta sababi shu. Yana bitta sababi hasad ham sabab ekan. Bir odamni ko'rolmasa, ko'rolmagandan keyin men buni ko'rolmayapman, bu mendan yaxshi bo'lib ketdi demas ekan. Haligini ayblarini aytishni boshlaydi ekan. G'iybatda shu. G'iybatga boshlab beryapti. Yana dunyoni sevgisi, dunyoga muhabbati odamda ortib ketib qolsa ham sekin boshqa odamni yomon ko'rgandan keyin dunyo kerak ham falonchini g'iybat qilaverar ekan. Ochko'zlik, dunyo ne'matlari uchun odamlarni talashib tortishligi, yana bitta eng achinarli holati bekorchilikdan ham g'iybat kelib chiqaverar ekan. Bekorchilikdan to'ttasi bekorchi, hech qanaqa ishi yo'q bo'lgandan keyin o'tirib o'shda ichida bitta ilmlisi bo'lmasa, o'ziga o'xshaganlardan o'ziga o'xshagan fikr chiqib, palonchini g'iybat qilib, pistonchini hamma yo'g'ini moli bormi, puli bormi, xotini bormi, mashinasi bormi gapirishlik ko'tar ekan, mana bu ekan. Dunyodagi eng katta uqubati nima desa, g'iybatchini odamlar yomon ko'radi. Bu dunyodagi uqubati. Yana bittasi, dunyo oxiratda azobga qoladi.
Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi Nur surasida innallazina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Iymon keltirgan kishilarning o'rtasida yomon gaplar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bordir deydi. Hamma narsani Alloh bilur, sizlar esa bilmassizlar. Iymon keltirgan insonlarning o'rtasida yomon gaplarni yoyilishligini istaydigan odam uchun bu. Shunaqa gapni eshitganda to'xtat bunaqa gapni endi, yopib qo'ya olgin. Shu gap ichingda sasib qo'ya olsin deyishimiz kerakda. Achsa achib qo'ya olsin deyishimiz kerak. İçimiz qizib ketib, shuni yetkazmasam bo'lmaydi deyishlikdan saqlanishimiz kerak. O'shanaqa gapni eshitganimizda. Hozir shunaqa bo'lib qoldi-da, odamlar birinchi yetkazdirsa go'yo trendga chiqqanga o'xshab ko'rinyapti. Birinchi yetkazdirsam, men u nima obro' topar ekan, birinchi yetkazishlik bilan falonchi juda xabarchi degan gap kerak bo'lsa, xabarchi deb aytavering o'sha odam. Birinchi yetkizdiraman deyishlikdan emas, shuni yetkizdiruvchilarni qatorida men bo'lmayin iloji boricha deyishlikni ham o'rganaylik. Yana bitta narsa, g'iybat qabrda insonni azoblanishiga sabab bo'ladi. Qabrda insonni azoblanishiga sabab bo'lgani Payg'ambar alayhisolatu vassalom bitta ho'l xurmoni shoxini ikkita qabrga tiqdilar-ku, sindirib. Ha dedilar, bular katta azob bilan azoblangan yo'q dedilar. Tas chaqimchilik yurardi. Odamlarni urushtirib bir-biriga. Yana bittasi siydigidan saqlanmasa dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning mashhur hadis. Bular shu ikkita odamlar uchun yengil narsa. Lekin shu narsa bilan qabrda azoblanyapti shular dedilar. Odamlarga juda yengilga o'xshab ko'rinadi. Falonchini gapini pistonchiga olib kelib yetkazdirishlik eng yomon narsa ekan. Muhtaram azizlar, g'iybat haqida ancha gap bor ekan. Alloh o'zi hidoyat qilsin, adashtirmasin. Vaqtimiz oz ekan. G'iybat qilishlikdan, g'iybat qilinishlikdan ham Alloh taolo o'zi saqlasin. Qalbimizga o'zi iymon nurini ziyoda qilib bersin. Bir-birimizni yomonlab emas, yaxshilab gapirishlikni o'rganaylik. Falon gapni gapirsam, falonchi xafa bo'lib qoladimi? Qaysi gapni gapirsam shu odam xursand bo'lar ekan, ha? Qaysi gapni gapirsam dili ravshan bo'lar ekan, ha? Men shuni qalbiga bir xursandchilik kirgizdiray. Alloh taolo meni qalbimga keyin xursandchilik kirgizib qolsa ajab emas deb o'ylaylik bugun. Bugun zarur narsa mana u narsa. Ana falon narsa, shu narsa g'iybat bo'lsa, shu narsada men ishtirok etib qolmay, men uzoq bo'lay degan narsa Alloh taolo qalbimizga solsin. Shunda muhabbatlar paydo bo'ladi.